Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun sizlar bilan oshning eng nozik nuqtalari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Marhamat. Birinchisi, oshga yog' solishdan avval olovni o'rtacha balandlikda yoqamiz. Unchalik ham baland qilib yubormaysiz, chunki jizza solib jizzasini chiqarganingizda jizza qorayib kuyib ketmasligi uchun o'rtacha balandlikda olov kifoya qiladi. Keyin esa olovni biroz balandlashtirasiz, shunda ham juda baland bo'lib ketmasin. Yog'ni qizishi juda chiroyli bo'ladi. Mana ikkinchi nozik nuqtasi, olovni o'rtacha balandlikda yoqasiz va yog'imiz o'shanga yarasha buralib qiziydi. Mana shu holatda go'sht bilan piyozni qovursangiz, me'yorda oshi shirin bo'lib pishadi. Tayyormisan? Ketdi davay. Qovurish jarayoni juda chiroyli bo'lyapti hozir. Mana yana bir nozik nuqtasi tuz solish. Tuz solishda 1 kilogramm oshga 1 qoshiq tuz solinadi, lekin qoshiqda to'ldirib olmaysiz. Mana bir me'yorda mana shuncha olasiz mana. Va buni oshga solasiz. Undan 3 qoshiq solasiz. Mana 3 kilogramm oshga. Lekin mabodo tuzi pastroq bo'lsa, yana qo'shishingiz mumkin. Mana keyingi nozik nuqtasi, to'y oshida piyozni qizartirganda mana shunday holatda qizartirasiz. Choyxona palovda esa ko'proq qizartirasiz. Mana shu qizarish to'y oshiga juda chiroyli rang beradi. Mana suvni ham soladigan payt keldi. Sabzi chovordik. Hozir 3 kilogramm oshga qancha suv solishni aytib o'tamiz. 3 kilogramm oshga taxminan 1 litr miqdorda suv solasiz. Mabodo kamlik qilsa 1 piyola qaynoq suv solishingiz ham mumkin. Mana endi keyingi nozik nuqta, ziravorlar. Ayniqsa zarchavani solish. Hozir ko'rasizlar. Mana zarchavani unchalik ko'p ham berilmaydi. Ozgina berilsa bo'ldi. Mana shu yetadi. Mana qora murch. Qora murch ham tabga ko'ra ozgina solinadi. Mana shu yetadi. Mana endi zirani sepamiz. Zira ham 3 kilogramm oshga bir 10 gram miqdorda zira yetadi. Mana buni zirvak hosil bo'ldi deb aytsak bo'ladi. Shu bilan 1 soat qaynagandan so'ng guruchni solamiz va oshimizni tayyor qilamiz. Zirvagimiz ham tayyor bo'ldi, ko'ryapsiz. Endi bunga guruch solsak bo'ldi. Qaynashiga havas bilan qarab turamiz. Oh. Guruchni ham soldik. Zirvak o'rtacha balandlikda qaynashi kerak. Bu yog'ini yana tomosha qilamiz.
guruch solganda olovni o'rtacha balandlikda yoqamiz. Unaqa baland qilib yubormaymiz. Chunki guruchimiz mana shunday olovda chiroyli pishadi. Azizlar, guruchimiz suv tortdi. Mana hozir shuni nozul tarafi guruchni qanday aralashtirishni ko'rsatib beraman. Mana guruchni suvni tortgan holatini ko'ryapsiz. Sekin-sekin buni ranglarini bir-biriga qorishtiramiz, aralashtiramiz. Agar guruch mana shu joyda yaxshilab aralashsa, ranglarini bir-biriga chiroyli qilib aralashtirsak, o'shandagina oshna rangi chiroyli ko'rinish hosil qiladi. Mana mana ko'rayotganingizdek orasini ochib aralashtiryapmiz. Bu holatda guruchni yetilish ham juda chiroyli bo'ladi. Tomosha qilib turing. Mana oshning ranglari mana o'ziga xos tus oldi. Mana to'y oshiga o'xshab sekin tilla rangga kiryapti. Yana bir 10 daqiqadan so'ng bir shunday aralashtirib damlab qo'ysak, oshimizning ranglari juda chiroyli go'zal tus hosil qiladi. Endi bir nozik jihati shu oshdan ozgina guruchdan yeb ko'ramiz. Agarda guruchi shu holatda baqvatroq bo'lsa, biroz oshga qaynoq suv qo'shamiz. Bir piyola. Mana ustiga zira sepib, to'g'rani yopib qo'yamiz. Yana 10 daqiqadan so'ng bir aralashtiramiz. Keyin esa oshni damlab qo'ysak bo'laveradi. Mana oshimizni ikkinchi bor ham aylantirib oldik. Oshimiz tayyor bo'ldi. Faqatgina suzib bersak bo'ldi. Va nihoyat oshni suzadigan payt keldi. Go'shtlarni alohida qilib oldik. Osh suzishga tayyor. Mana ko'rib turganingizdek ranglari juda go'zal. Yeganingizda og'zingizda mazasi qoladi. Hozir mana ustiga go'shtlarni qo'yib beramiz va buni mehmonlarga tortiq qilamiz. Oh, buni ko'rinishiga e'tibor qiling azizlar. Va sizlar ham uyda tayyorlang. Mana ustiga go'shtlarni qo'yib chiroyli qilib bezayapmiz va birgalashib baham ko'ramiz. Go'shti, qo'y go'shti, mol go'shti, dumba hammasidan bor. Mana oshimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'ring. Mana oshimizning ko'rinishi pishganda tomosha qiling va uyda sekin tayyorlab ko'ring. Albatta oshingiz chiroyli chiqadi. Shunday qilib, bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Doimo xonadoningizda yaxshi kunlar va yaxshi to'ylar bo'lsin. Omon bo'ling. Ustoz haq ketib qoldingiz. Keling, intervizdan chiqdi. Nima bo'ldi? Like bilan podpiskasidan chiqdi. Bosib qo'yamiz. Albatta bosamiz.